Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sotuvda Cobalt 2-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. Mashinamizni obzorlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, to'rtta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan, metan gazlari bor. Mashinamiz holatlari juda yaxshi holatda turibdi. Mashinamizning bir so'm xarajatlari yo'q. Mashinamiz narxi 118 million so'm deb belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Mashinamizning mana texnika holatlari juda zo'r. Mashinamizda kraskasiga keladigan bo'lsanglar, mana shu krilosi bilan kapotiga yuzak sepilgan ekan. O'zlari uchun bemalol tekshirib, proverka qilib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Mashinamizning tan narxini 118 million deb belgiladik. Naqd yo avtokredit qilib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, manzilimiz Jizzax shahri, Almas kafe ro'parasida. Nomerlarimiz 94 344 81 11 raqamimiz. Kelib ko'rib baraka qilib olib ketaversalaring bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya Cobalt qidirib yurganlarga tashib qo'yamiz. Mashinamiz mana bemalol hadovoy motorlarda ishi yo'q. Zo'r holatda turibdi.